Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Do'stlar, videoni ko'rishdan oldin like'larni bosib qo'yinglar. Agar kanalimizda yangi bo'lsanglar, kanalimizga iloji bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Qadrdonlar, ijtimoiy tarmoqlarda hozir juda ham bir bo'lar bo'lmas har xil turdagi videoroliklar, shunga o'xshagan narsalar juda ham ko'payib bormoqda. Shunga qaramasdan yurtdoshlarimiz like bosib, kommentariyalarda har xil fikrlarni yozib ommalashtirib boryapti. Qadrdonlar, mana bunaqa tunikafon ustalarini ham ishlarini ommalashtirib yuborsanglar, xalqimiz uchun juda ham bir foydali ishlarda bu do'stlar. Bizda qulayliklar juda ham ko'p. Hamma narsalarimizni lesalarimizgacha o'zimiz olib borib, shu vatandoshlarimizni uylariga tunikafon qilib berishimiz, xudo xohlasa, imkoniyati paydo bo'ladi. Shu sizlar qancha ko'p like bosib, shu kommentariyani gazini bosinglar ustalar deb yozib qo'ysanglar, shu ishlarimiz ommalashib, boshqa yurtdoshlarimizga yetib borishiga o'zingizlarning ozgina hissanglarni qo'shib qo'ygan bo'lasizlar. Juda ham bir savobli ish deb o'ylayman men do'stlar. Do'stlar, tunikafon xizmatini hozircha vodiy bo'ylab taklif qilyapmiz. Agar vodiydan bo'lsangiz, bemalol shu ekranda turgan raqamlar orqali biz bilan bog'lansanglar, sizlarni ham uylariga xudo xohlasa mana shunaqa ajoyib ko'rinishda tunikafonlarni qilib beramiz. Narx-navolarga to'xtaladigan bo'lsak do'stlar, hozirgi paytda yanvar oyidamiz. 135 ming so'mdan tunikani ketgan rasxotiga tunikafonlarni qilib beramiz do'stlar. Tarnovlar bo'lsa, tarnovlarni metrga hisoblaymiz do'stlar. Metrini 55 ming so'mdan 60 ming so'mgacha kelishilgan holda xudo xohlasa tarnovlarni o'rnatib bermoqdamiz do'stlar. Xo'p do'stlar, yana bir narsa, bu tunikafonda ketgan tunikani rasxotiga hisoblanadi, joydi kvadratiga emas qadrdonlar. Sababi bukilish qayrilishlarning hisobiga ishlatilayotgan har bitta detallarning kvadrati hisoblanganda joydi kvadratidan ko'proq ketadi do'stlar. Ba'zi bir kommentariyalarda o'qib qolamiz. Negativ fikrlar juda ham hozir ko'payib bormoqda har bir sohada. Negativ insonlar, agar sizlarga yoqmasa, bemalol pajavsta kirmasdan ko'rishinglarni, ko'rmasanglar ham mayli do'stlar. Bu faqat shu uyim joyim, vatanim, bola chaqam mana shunaqa uylar qilsam bir havas qilib, xullas nima desam bo'ladi, shu qalbida kiri yo'q shu vatandoshlarimiz uchun biz o'zimizni ishlarimizni shu YouTube tarmog'i orqali qo'yib, uyga tunikafon izlab yurgan do'stlarimiz uchun e'tiboriga havola etib bormoqdamiz. Ishlarimizni ko'ringlar, kanalimizga kiringlar. Har xil uylarga, har xil fasonlarda tunikafonlarni qilyapmiz do'stlar. Agar sizlarga ishlarimiz yoqib qolsa, bemalol shu ekranda turgan raqamlar orqali biz bilan bog'laninglar do'stlar. Xudo xohlasa kelishib qolsak, sizlarni ham uylariga tunikafon qilib bersak, xudo xohlasa juda ham foydali bo'ladi. Qadrdonlar, yana bir narsa, bizning manzilimiz Andijon viloyati Asakadamiz do'stlar. Vodiy bo'ylab ishlamoqdamiz. Andijon, Farg'ona, Namangan. Agar do'stlar sizlarning uylar bizdan uzoqroqda bo'lsa, bizga yotoq joy qilib berasizlar hamda 3 mahal oziq-ovqatlarni qilib berasizlar do'stlar. Agar uylar bizga yaqinroqda bo'lsa, faqatgina bir mahal obedlarni qilib bersanglar, chiroyli qilib do'stlar bo'ldi. Qolgan lesalarimizdan reyka, peyka, shurup, tunikafonlarimiz dastlabki barchasi do'stlar 135 ming so'mning ichida bo'ladi do'stlar. Bu aytilayotgan narximiz hozir 2024-yil yanvar oyida do'stlar amal qiladi. Hozirgi vaqtda. Agar oradan vaqtlar o'tib, narxlar o'zgargan yo arzonlagan yo qimmatlagan bo'lsa, shu o'sha paytdagi narxga qarab xudo xohlasa kelishib, sizlarning uylariga tunikafon qilib berishimiz imkoniyati paydo bo'ladi do'stlar. Shuni inobatga olgan holda do'stlar, ekranda turgan raqamlar orqali bemalol biz bilan bog'lansanglar bo'ladi. Agar musofir yurtda bo'lsangiz ham ekranda turgan raqamlarda Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi do'stlar.